Bu video shunchaki kayfiyat uchun qilindi. Biz kimdir yoki nimadir ustidan kulish yoki ranjitish niyatimiz yo'q. 30 legenda. Davay tepaga chiqamiz. Sen bu yerda nima qilyapsan, ey? Qarang, mana bu yerda qon bor ekan. Qanaqa qon yana, ey? Qani qochchi ko'raychi. Tezroq politsiyaga qo'ng'iroq qilaylik, bu qonni yo'qotishsin. Axir bugun meni tug'ilgan kunim, ota-onam kelishadi hozir. Hech qanaqa uchastkovoy chaqirib o'tirmaysan, tushunarlimi? Ana quvvat, meni senga gapim bor. Xullas, to'yimizda olin seni sevadigan yigitni o'ldirib qo'ydim. Nima deysiz? Politsiya chaqiramiz. Men sizdek qotil bilan yashamayman. Kimgadir gullab qo'ysang borki o'ldiraman men seni. Aytaveraman hammaga, tushunarlimi? Men qamalishni istamayman. Uni ko'ra hech kim bilmasin, birga yaxshi yashaylik. Pashsholni Sen hozir menga so'kindingmi? O'ynashmagan relit solar o'qlar bilan. Buni bir bola qilib yo'qotish kerak. Aytgancha bugun tug'ilgan kuni ota-onasi keladi-ku. Ota-onasi kelsa, buni go'shtidan ota-onasiga biror nima tayyorlab beraman. Buni esa shunaqa qilib yo'qotib yuboraman. Juda o'ta go'zal reja. Mana go'shtlarni olib bo'ldim. Faqat skeleti qoldi. Jin ursin, ota-onasi keldimi deyman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi kelib qoldilaringizmi? Biz yaxshi, o'zlaring qandaysizlar? Sizlar kirib o'tiravering, men hozir kelaman. Xullas, endi men uni go'shtidan ovqat tayyorlayman. Kerak emas. Go'shtlarni esa hozir ajratib olaman. Yurak kerak, miya kerak emas, jigar kerak emas menimcha. Ko'zlar kerak emas, lashak-chavoq kerak emas. Yog', yurak, go'sht yetadi, bo'ldi. Endi bularni esa mana bu yerga qo'yaman. Keraksiz go'shtlarni esa tashlab kelaman. Ketdim men ularni tashlab kelishga. Tepaga chiqib olsam bo'ldi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, biz yaxshi o'tiribmiz. Chiqindi quti mana bu yerga edi. Hozir men mana bu go'shtlarni bu yerga solib ketaman. Jirkanch. Ishqib bilib qolishmasa bo'ldi-da. Hozir men sizlarga o'zim ovqat qilib beraman. Yo'q, qizimiz qani? U nima qilyapti? Ha, u uxlayapti, damini olyapti. Tursin, ovqat qilib bersin. O'zim qilaman, u ham endi charchaganda. Sizga bitta narsani aytaman, xafa bo'lmang-ku, lekin siz g'irt xotin quli ekansiz. O'zingiz ham joyingizdan qolishmaysiz. Shuning uchun avval o'zingga boq, keyin nog'ora qoq deyishgan. Ha, shunday. Men ketdim, ovqatni unda pishiraman. Mayli, ketdim, tushaman. Tak. Lekin xotini bofladilar. Vashcha gap yo'q, lekin xotini yomon boflar. Mana ovqatlar tayyorlab bo'ldim, endi ularga berib kelaman. Mana men sizlarga hot-dog va sendvich olib keldim. Shuni yeb turinglar. Buni qarang, juda mazaliga o'xshayapti. Lekin men negadir nimadandir xavotir olyapman. Nega nimadan xavotir olasan? Qizimiz tug'ilgan kuni uxlab yotgan sizga g'alati tuyulmayaptimi? To'g'ri aytasan. O'g'lim, bu yerga bitta qarab yuboring. Hojatxona qayerdaligini aytib yubora olmaysizmi? Bu yer qishloq bo'lgani uchun istagan joyingiz siz uchun hojatxona bo'ladi. Mayli, men unda tashqariga chiqib kelay. Sen esa shu yerda qisib o'tirib tur. Men hozir kelaman. Mayli, men ham tashqariga chiqib kelay, men ham hozir kelaman. Mayli, men unda mana qariyani tinchitib kelay. Seni oxirgi lahzalaring shu bo'ladi, qariya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Sizga bitta narsani aytaymi? Qizingizni men o'ldirdim. Endi esa hozir sizni ham o'ldiraman deysizmi? Xo'sh, uyga kiraman. Ha, erim qayerda? Eringiz og'ri kelib, o'zingizni uyingizga hojat qilishga bora qoldi. Unda qirolning ovozi qayerdan chiqdi? Mana bu yerdan chiqdi. Men ketdim. Qayerga ketyapmiz? Baribir. Negadir o'zimni yomon his qilyapman. Jinni bo'lib qoldim, nima bo'ladi? Mayli, shaharga yashayman kayf qilib. Bular esa men topilmaydi. Negadir mening ko'nglim notinch. Uje kech bo'ldi. Ular esa hali beri kelishmadi. Mayli, men unda kuyovni uyiga borib kelay, xabar olib kelay. Hammasi yaxshimi o'zi? Kech bo'lib ketdi deganimga ham uje 2 kun bo'ldi. Ular esa 2 kundan beri yo'q. Xullas, mana men bu uyga keldim. Negadir nimadir sasyapti. Xo'sh, bu nima? Bu kim? Oyijon, sizga nima bo'ldi? Turing, axir sizga nima bo'ldi? Qolganlar qani? Qani hamma? Bu podvalmi? Yo'q, podvalda hech kim yo'q. Mana bu tepadagi xona qanaqa xona? Xonani oxirigacha boray qani? Bu yerda yo'q. Bu kimniki bu? Agar bu kelin-kuyov xonasi deb hisoblaydigan bo'lsak,
bu singlimni yoki kuyovniki bo'lishi mumkin. Jin ursin, lekin bu skeletni kattaligiga qaraganda bu singlim. Chunki singlimni bo'yi uzungina edi. Demak, bu singlim. Jin ursin. Unda otam qani, kuyov qani? Mayli, mana ko'nglim degan 6-bo'lgan ekan. Tezroq politsiyaga qo'ng'iroq qilishim kerak. Alo, bu politsiyami? Ha, biz sizni eshitamiz. Sizga qanday yordam bera olamiz? Xullas, Eshon-Uston davlatining 28-qishlog'iga kelinglar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va keyingi video qaysi bo'lishini izohlarda yozib keting. Sizlar bilan Relit Gamer edi. Keyingi videolargacha sog'lik-omonlikda ko'rishguncha.